Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 19-iyul kunidan 22-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video rolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-20-iyul kunlari 25-30 daraja, 21-22-iyul kunlari 20-25 daraja, kunduz 19-iyul kuni 39-44 daraja, 20-iyul kuni 34-39 daraja, 21-22-iyul kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-20-iyul kunlari 28-33 daraja, 21-iyul kuni 24-29 daraja, 22-iyul kuni 20-25 daraja, kunduz 19-iyul kuni 43-48 daraja, 20-iyul kuni 40-45 daraja, 21-22-iyul kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21-iyul kuni 24-29 daraja, 22-iyul kuni 20-25 daraja, kunduz 19-20-iyul kunlari 40-45 daraja, 21-iyul kuni 34-39 daraja, 22-iyul kuni 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21-iyul kunlari 27-32 daraja, 22-iyul kuni 24-29 daraja, kunduz 19-20-iyul kunlari 43-48 daraja, 21-iyul kuni 38-43 daraja, 22-iyul kuni 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21-iyul kunlari 23-28 daraja, 22-iyul kuni 22-27 daraja, kunduz 19-20-iyul kunlari 38-43 daraja, 21-iyul kuni 35-40 daraja, 22-iyul kuni 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21-iyul kunlari 17-22 daraja, 22-iyul kuni 12-17 daraja, kunduz 19-20-iyul kunlari 30-35 daraja, ba'zi joylarda 37 darajagacha, 21-iyul kuni 25-30 daraja, 22-iyul kuni 22-27 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.